Bu chumolilarni mahalliy aholi yer uzumlari deb atashadi va bejiz emas. Ayrim chumoli turlarida o'ziga xos ishchi kastasi mavjud. Ularning vazifasi suyuqlikni yig'ish va tanasida saqlash. Masalan, gullarning nektariga o'xshash suyuq uglevodlarni topsa, bochka chumoli imkon qadar ko'proq ichadi va o'z qornini oshqozonidan tashqariga to'ldirib yuboradi. Shu darajada ishib ketadiki, u go'yo shisha marvardiga o'xshaydi. Ularning odatlari asalarilarni eslatadi. Faqat asalari asalni uyasidagi hujayralarda saqlasa, bu chumollar zaxiralarini o'z tanasida jamlaydi. Ana shunda jonli omborxona tashqarisida resurslar juda oz bo'lgan og'ir davrlarda koloniyaning omon qolishida muhim rol o'ynaydi. Asal chumolilar uya ichida go'yo gazli ichimlik avtomatlari kabi joylashadi. Ular to'lib ketganda deyarli harakatlanmaydi, balki shunchaki shiftga osilib turadi va qimmatli zaxiralarni saqlaydi. Koloniyaning istalgan a'zosi ularning yoniga kelib ozgina shirinlik olishi mumkin. Och chumoli bu uchun maxsus antennasi bilan tapillatish signalini beradi. Qolaversa, bunday chumolilarni mahalliy aholilar va sayyohlar ham qazib olib yeyishadi. Bugungi ko'rgan videolaringiz ichida bu ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Shunga do'stlaringizga jo'natib qo'ying, chunki ma'lumotlar odatiy emas.